Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan Oriflame kompaniyasini ayollar uchun chiqarilgan Love Potion parfyumeriya vodasi haqida gaplashamiz. Bu duhi chiqqaniga Oriflame'da примерно 8 yil, 10 yil bo'ldi. Bu duhi juda ham ko'p ayollarda eng yaxshi ko'rgan duhilaridan bittasi. Chunki bu duhi sladkий запахlar qatoriga kiradi. Kim shirin hidli duhilarda yaxshi ko'rsa, bemalol o'zinglar uchun olsanglar bo'ladi. Sovg'a qilmoqchi bo'lsanglar ham korobkalari bilan juda ham chiroyli, katta ko'rinadi. O'zini ko'rinishi mana shunaqangi juda ham chiroyli, bogati ko'rinishda. Meni eng yaxshi ko'rgan duhilarimdan bittasi, hidi uzoq turadi, sostavida chorniy sladkий shokolad bor. Juda ham shirin. Kim ishlatmagan bo'lsa, hozirgi katalogda skidka bilan kelgan, albatta zakaz qilib ko'ringlar. Garantiya beraman, sizlarga точно yoqadi.